Assalomu alaykum. Shuncha joyilmaning aziz mahalladoshlari, yurtdoshlari. Men shuncha joyilmani yaxshi, qo'li ochiq, saxiy insonlar deb eshitib sizlarga murojaat qildim. Aziz yurtdoshlarim, sizlardan iltimos. Mana shu kasal bo'yicha sizlarga murojaat qilib, ozgina mablag'imiz yetishmayapti. Shuning uchun aziz yurtdoshlarim, yordam berishlaringizni so'rayman. Ozgina mablag'imiz yetishmayapti. Sizlardan iltimos. Shuncha joyilmani ukamiz, Oli ukamiz pul picha chiqargan ekan. Shu insonlarga qo'lim duoda. Nasib Allohdan qaytsin, mendan qaytmasa ham. Shularning, shu insonlarimiz bolalarning rohatini ko'rsin, huzur halovatini ko'rsin. Allohim hammamizni qo'llab qo'ltiqlasin. Sizlardan iltimos. Ozgina mablag'imizga yordam berib yuboringizlar. Iltimos. Mendan qaytmasa Xudodan qaytsin. Iltimos sizlardan. İltimos qilib so'rayman.